P2P'da eng kerakli narsa bu karta. Kartalar bilan qanaqa ishlash, karta qanday limitlari cho'zish, qancha oborot qilishi kartalarni, kartani qanday blokdan chiqarish, nima qilsa bo'ladi, bu kartalar blokka tushmasligi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan yana bir bor xursandman. Bir hafta bo'ldi video chiqqanimizga, по-моему, bundan oldin men bozorni tushuntirib o'tgandim, qanaqa holat, hozirgi paytda qanaqa yangiliklar ketyapti bozorda. Bir hafta bo'ldi video chiqqaniga. Kim ko'rmagan bo'lsa, обязательно kirib ko'ringlar. Juda ham ko'pchilikga foydasi tegadi o'sha vyupuskda ham. Hozirgi ikkinchi vyupuskimiz bozor yana bir bor tahlil qilib chiqamiz, ko'ramiz. Dalshi sizlar bilan P2P arbitraj bo'yicha Instagramdan, Telegramdan juda ham ko'p menga SMSlar keladi. Kim masalan Instagram, Telegramni bilmasa, обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram, Telegramga men silkasini qoldiraman va o'zimizning mana Telegram kanal bor. Mana shu yerda bemalol har kunlik yangiliklarni ko'rib borsanglar bo'ladi. To есть P2P bo'yicha, kurslar bo'yicha, dollar kurslari qanaqa holatda bugungi kunda ketyapti, hammasini polni Telegram kanalimizda ko'rib borsanglar bo'ladi. Yangi kirganlarga ham, misolingizga kirganlarga ham P2P bo'yicha juda ham ko'p narsani mana shu yerda ko'rib borishlaringiz mumkin. Yaqinda yana bitta narsani hozir planlashtirib turibman. Yaqinda xudo xolasa P2P Telegramimiz o'zida ham yangi yo'nalish bo'yicha qo'yishga harakat qilaman. Xudo xolasa juda ham ko'pchilikga foydasi tegadi uni. Xo'p, bugun bozor razni tahlil qilib o'tamiz-da, dalshi P2P ga o'tib ketamiz. Chunki hozirgi paytda bozorda mana 2 kun bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, 11-mart kuni Bitcoin narxi уже 11-mart kuni 76.530 dollargacha tushgan. Это нормально. Juda ham yaxshi 2 kun ichida mana 76.000 tushishi, hozir 3-kunimiz, ana bugun narxi уже 82.000. То есть почти 8.000 dollar raznisada shuncha kurs paytda ko'tarilib kelyapti. Yana tushishi kerak. Planlashtirilyapti yana tushishi. Уже ko'ramiz bozor qayerga qarab yurishini, Trump akamiz nima deyishini dalshi уже ko'rib boramiz. Так что обязательно ko'rib boringlar, lekin shoshmanglar, shoshmasdan harakat qilinglar, bozorga kirishga, sovuqqonlik bilan kirishga harakat qilinglar. Birdaniga shoshib, aylikda masalan qo'rqib bir narsa qilib qo'ymanglar, olib qo'ygan bo'lsanglar qimmatroq sotmanglar. Hozirgi paytda sotib olmoqchi bo'lsanglar, lishni pullaringiz bo'lsa sotib olinglar. Imindan misol kredit olib, elida birovdan qarz olib sotib olish kerak emas. Bu bozor, buni riski ham bor. Qanchalik katta foyda bersa, shunchalik katta riski bor. O'shaning uchun shu narsani esdan chiqarmanglar. Birdaniga ajiotajga birdaniga o'tirib olmanglar bozorga. O'rganib o'qib chiqinglar, asta-sekin уже kerak bo'lsa o'shani 1-2 oy ichida masalan zo'r bo'lib ketmaysizlar-da, 1 yil vaqtlaringiz ketsa, zato 1 yilda bozorda zo'r bo'lib chiqasizlar. Xo'p, bugun ko'proq gapiradigan narsam bu P2P arbitraj sohasi bo'yicha bo'ladi. P2P arbitraj juda ko'pchilik biladi. Hozirgi paytda уже tanish, chunki bundan men sredniy aytsam 2 yil oldin masalan P2P arbitraj bo'yicha darslik qilganimda juda ham ko'pchilik bu narsaga ishonmaganda, o'sha payt sredniy priboli 0.2-0.3% edi. Masalan hozir mana yangi anchadan beri masalan P2P da ishlaydigan bolalarida hozir ko'rib yurgan bolalar juda ham ko'pchilik biladi, что P2P da eng kerakli narsa bu karta. Kartalar bilan qanaqa ishlash, karta qanday limitlari cho'zish, qancha oborot qilishi kartalarni, kartani qanday blokdan chiqarish, nima qilsa bo'ladi, bu kartalar blokka tushmasligi. Juda ham ko'p savollar hozirgi paytda P2P arbitrajga keladi. Nimasi bilan zo'r P2P arbitraj bo'ladi? Oddiy bo'ladi, ko'rib turgan bo'lsanglar, buy sell, ya'ni sotish va sotib olish. Bu yerda iminna qiladigan ishingiz nima? Sredniy narxni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bunaqalarga iloji boricha birinchi o'tirgan stakanlarga vaqti ishonmanglar, buni hammasi уже почти moshennik. Обязательно ko'rayotgansiz WeChat bilan Alipayga qo'ygan. Единственное, masalan USDT, masalan bu kripto dollar. Kripto dollar. To есть mana oddiy hayotda USD bo'lsa, bu yerda USDT. To есть o'sha USDT olib sotiladi. Nimaga USDT birjaga to'ldirish kerak? Birinchi masalan qilinadigan spot targovlikda, futures targovlikda parada sotiladi. Har bitta moneta o'zini parasida sotiladi. Daily USDT Bitcoin, USDT Ethereum, USDT tam 3x и так далее, da. Har bittasini USDT ga sotib olasiz. USDT ga to'ldirish uchun shu yerda nima qilishimiz kerak? Sizda masalan fiat, so'm, rubl, dollar, yevro, somonni, bu farqi yo'q. Qanaqa valyuta bo'lishidan qat'iq qog'oz pul. O'sha qog'oz pulni masalan sizlar o'z hisoblaringizga USDT ga aylantirishlaringiz kerak. Bu yerda sizlar qanaqa ishlaysizlar? Bu yerda mana har bitta birjani o'zini shunaqa joyi bor. Har bitta birjada mana P2P market degan joyi bor. To есть bu kripto valyuta sotib olish
P2P market bu ikkita odamni targ'olisi, onlayn targ'olisi. So'z men hozir bozorga kirib, o'zimni UZT'ni sizga sotishim mumkin. Elida siz bozorga kirib, meni UZT'ni sotib olasiz, elda sizdan men sotib olishim mumkin. Va xuddi shunaqa ishlaydi. Bu yerda единственный katta unaqa pribel yo'q. Birdaniga o'tirib olib, bayga или selga zelka ochilib, sizlar bu yerda 50%, 100% gacha ko'tarmaysizlar. Bu yerda unaqa narsa вообще yo'q. Bu yerda qilinadigan narsa, masalan, deylik, o'sha pribel 0.2 dan masalan 2-3% gacha bo'lishi mumkin bitta оборотda. То есть bir marta sotib olib, sotganlaringizda shuncha daromad sizlarga qolishi mumkin. Опять же, buni ham yo'llari juda ham ko'p. Qanchalik ko'p yashaydi P2P arbitraj? P2P arbitraj o'lmaydi, dolga yashaydi. Da, kartalar misol hozirgi paytda blok bo'lishi mumkin, uzoq ishlamasligi mumkin kartalar. Odno P2P arbitrajda o'zi по-любому yashayveradi. Har bitta masalan P2P arbitrajda qanchalik masalan bolalar ko'p ishlayotgan bo'lsa, juda ham ko'p insonlar anchadan beri P2P da ishlab yurgan bo'lsa, ular biladi, что yangi yo'llari chiqib kelaveradi. Masalan, kartani qanday qilib uzoq ishlatish, birinchidan kartani qanday blokdan chiqarish, qanday qilib kartasiz ishlash P2P arbitrajda. Nima tomonlama P2P arbitraj zo'r. Risk juda ham kam. Agarda yaxshi o'rganib o'qib olgan bo'lsanglar, birdaniga professional bo'lib ketsanglar, riski juda ham kam, normalniy daromad qilsa bo'ladi. Ежедневный, masalan, har kunlik daromadlaringiz bor. Вот. И также, masalan, qo'yilgan pul, masalan, deylik 10 ming bilan kirasizlar, deylik 100 ming bilan kirasizlar, deylik 1000 dollar bilan kirasizlarmi, sizlar o'sha pulni оборот qilasizlar. O'sha pul har kun kelib sizni cho'ntagingizga tushadi, sizni cho'ntagingizdan chiqib ketadi. То есть uni siz bir narsaga masalan tikib qo'ymaysiz. Сделка qilib, deylikda uni bayga elida selga qilib, uni сделка qilib qo'yilmaydi. То есть bu pul kirgiziladi, kartadan перевод qilinadi. Masalan, deylik 1 million so'mingiz bormi? 1 million so'm перевод qildingiz, sotib oldingiz va qaytib sotdingiz. 1 million 10 ming, 1 million 20 ming so'm bo'lib, o'sha pul sizga qaytib keladi. То есть o'sha 20 ming so'm ustiga foyda qilasiz. То есть дальше уже birjalar masalan 24 soat ishlaydi, 24 soat ichida ko'proq masalan оборот qilsanglar bo'ladi. Sizlarga shuni foydasi juda ham katta. P2P yo'nalishini juda ham ko'p turlari bor. Klassическая торговля, международная торговля, межбиржевой торговля, вот shularni anisi borki, Swift переводlar ham juda ham zo'r ishlaydi, masalan, именно P2P arbitrajda. Klassik торговля nima? Klassik торговля bu bitta birjada, mana hozir HTX birjasi, bitta birjani o'zida arzonga sotib olib, qimmatga sotish bor. Mana shuni o'zidan stakan deyiladi. Ot ko'rib turganlaringiz, ot rublga olmoqchimisizlar, ot rublni tanlaysizlarda, ot deylik, masalan, qaysi bank anusiga olmoqchisizlar, kartasiga. Ot pastga tushamiz, deylik, Sberbankni qabul qilasizlar, bo'ldi. Ot mana bu yerda kurs chiqadi sizlarga 91.20, 91.16, 91.15. То есть savol kelishi mumkin, bu yerda qanaqa, bu yerda qizil-ku, bu yerda sotiladi-ku deyishlaringiz mumkin, qanaqa bu yerda sotib olaman deyishlaringiz mumkin. Bu yerda sizlar mana bu hozir ko'rib turgan mana bu har bitta kurs qo'yilgan, bular odamlar sotadi. То есть объявление qo'yib sotadi, ya'ni заявление. Sotib olishga заявление qo'yib, kim sotmoqchi bo'lsa, o'shalarga kirib sotadi. Qaysi bir kurs unga ma'qul bo'lsa, qancha puli bo'lsa, mana bu yerda limiti bor 250 ming rubldan, masalan 300 ming rublgacha примерно-da. Hozir mana bu yerda 195 mingdan qo'yilgan, dasho 200 ming qo'yilgan, 423 ming. O'sha limitga qarab tanlab oladi, o'sha kursga qarab kimdir sotishi mumkin va men undan 91.20, 91.16 dan sotib olib, masalan, bayga chiqarib ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda kurs 88.90, bu yerda ham xuddi shunday. Qaysi bank tanlamoqchi bo'lsanglar, ot pastga tushasizlar-da, ot Sberbankni tanlaysizlar, ot и всё. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda 87.64, 87.69, 87.99, 88.20. Ana endi bitta narsaga ahamiyat berasizlar shu yerda. Sell buy bor, to'g'rimi? То есть sizlar savol berishlaringiz mumkin, bu yerda masalan katta summaga sotilyapti, nimaga? Tak. То есть mana bu yerda katta summaga olinyapti, 91.20, 91.16 dan olinyapti. Nimaga bu yerda arzonroq deyishlaringiz mumkin. Bitta narsaga ahamiyat beringlar, bu yerda ham mashinniklar soni juda ham ko'p. То есть kattaroq summa qo'yadi, aytadi, "Men seni sim kartangga перевод qilaman" elida deydi, masalan, "Sen menga qo'yib ol, bir soat ichida men senga перевод qilib beraman." Shunaqa gaplar soni juda ham ko'p. Iloji boricha ko'rayotgan bo'lsangiz 90.55, har xil kursda tushib o'tdi ona. Iloji boricha ikkinchi strokga o'tasizlar-da, xuddi shunaqa filtr bo'yicha ko'rayotgan bo'lsangiz 90.36, 90.35 ketyapti kurslar. Вот mana bular, как бы вот mana buni o'zi как бы ishonchli, uni o'zi bilan ham ishlasa bo'ladi. 90-30 bu qaysi bankga qarab kurs berishiga bog'liq. Deylik, qaytib kiramiz-da. Также Sberbank olinadi. Так.
Raiffeisenbank тоже вот mana Raiffeisenbank ham mana shu yerda yaxshi ishlaydi. Endi har xil banklar bor. Примерно masalan hozir rublga ko'rayotgan bo'lsanglar, примерно rublda mana shunaqa kurs berilyapti. Mana bu pastga tushsanglar, уже kurs narxi ko'tarilib ketaveradi. Nimaga qanchalik bu yerda ham xuddi shunaqa объявление qo'yib sotiladi. Вот примерно вот HTXda hozir tushunarsiz. Примерно bu yerda 96, 90, bu yerda 89, bu yerda 90 deylik ko'pchilik o'ylaydi-da, "Vot, mana bu yerda men sotib olaman" deb, deylik masalan selga kirgizib sotaman deydi. Yo'q, na samim deylik bunaqa qilmaslik kerak. Chunki mana shu yer o'zida ham ko'p narsa yo'qotib qo'yasizlar. Mana bu birinchi stakanda kirganlar hozir треугольник deyiladi. Треугольник degani masalan sizlar primoy men bilan торговlik qilmaysizlar. Agar meni birjada o'tgan bo'lsa, meni o'zimni ism, familiyam chiqqan bo'lsa, o'zimni kartam chiqqan bo'lsa, avval siz menga sotib o'tgan bo'lsangiz, siz menga o'zingizni kartangizni tashlab bersangiz, lekin birovning kartasi emas, o'zingizni kartangizni tashlab bergan bo'lsangiz, bu уже треугол hisoblanmaydi. Birga bir уже торговlik o'zi чисто P2P торговlik hisoblanadi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki sizlar menga сделка ochyapsizlar, masalan, qarindoshingizni kartasini beryapsiz, bu уже треугольник hisoblanadi. Вот, bunaqa narsa qilish kerak emas. Erta misol сделкani yopganda mana o'sha muammo, erta masalan сделкani yopganda kimdir so'mini oladi, kimdir 100 oladi, kimdir borib keyin bo'ldi, men заявление yozib oladi, tipa men bo'ldi, pulimni ola olmadim, tipa meni aldashdi deb shunaqa заявлениялар ko'p mashinniklar bor. Вот shunaqa заявлениялар yozishadi. Xo'p, hozir rublda ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerda har xil valyuta bor. Yuanda bor, dollarda bor, Vietnam valyutasi bor, Malayziyaniki, u har bitta davlatniki o'ziniki bor. Sredniy oladigan bo'lsa, pastga tushsak, so'mni olamiz, O'zbekiston so'mi. Tak. Tojikistonniki ham bor shu yerda. Вот, O'zbekiston so'mi. Qaranglar, O'zbekiston so'mini hozir qabul qilganimizga hech narsa chiqarib bermayotgani yo'q. Deylik, Humo bankda olamiz. Hozir ana endi ko'ryapsizlar, kurs chiqdi. Sredniy kurs ko'rayotgan bo'lsanglar 13468 selda turibdi. Bayda 13260, 268, 270 turibdi. Hozir ana endi mana shu narsaga обязательно ahamiyat berish kerak. Mana bu yerda Humo turgan bo'lgani bilan mana bu birinchini ko'ryapsizlar, katta объем qo'ygan, lekin сделкasiga обязательно qaranglar. Kam сделка qilganda 13468 dan u по-любому olmaydi. Olsa ham sizni sim kartangizga tashlab beradi. To есть u kartaga emas, deylik, sim kartaga tashlab beradi. No, bilinglarki, mana qizilda o'tiradigan, katta kurs beradiganni har bittasi bu mashinnik. Unga ahamiyat bermanglar. Iloji boricha pastga tushsanglar, o'sha kurs o'zini holatiga kelib qoladi. 130, 128, 13056, 13150, 170. Вот примерно mana shular bilan торговlik qilsa bo'ladi. Mana ham endi yangi kirgan ekan. Вот mana bu yerda Ansor уже давно торговlik qilyapti. O'zi bilsangiz edi, 1152 ta сделка o'tkazgan. To есть sotib olib, kimdandir sotgan 1152 marta, 98% bu vashi chotgan. 64% mana buni обязательно foizga qarash kerak, chunki qanchalik yaxshi foizroq bo'lsa, 98% bo'lsa ishonchli, 64% bo'lsa iloji boricha endi kirgan yangi, hali ko'p сделка qilmagan, o'shaning uchun past stavka berilgan, past foiz berilgan. Ana endi bayga kiramizda, bayda o'zida ham ko'rib turgan bo'lsangiz 13260, 13270, to есть sizni qiladigan ishingiz nima? Sredniy mana bu yerda заявление qo'yasiz, 13185, 170 lardan deylik olasiz, обязательно опять же mana bu yerda turilgan limitlarga qariladi. Agarda limit yaxshi bo'lsa, 13170, 150 dan olib, deylik, bayga chiqarib, примерно 13260, 270, 279, 290 dan sotsalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda o'sha kurs ko'tarilib ketyapti. 349, 370 gacha ko'tarilib ketyapti. Nimaga imенно birinchi 4-5 talik kursi past, chunki bularda объем yo'q. Mana bunda o'sha 0 USDT объем hech narsasi yo'q, kursi shunaqa. 328 dollar, 424 dollar to'yib. Deylik, men masalan hozir birjaga kirib, o'zim hisobimni 30 ming, 100 ming dollarga ko'tarmoqchi bo'lsam, to'ldirmoqchi bo'lsam, точнее, ko'rayotgan bo'lsanglar, menda kimda kattaroq объем bo'lsa o'shanda olinadi. Kerak bo'lsa mana 1900, 3400, menga interes emas bular. Вот mana bu interesno, как бы mana bundan olsak bo'ladi. To есть mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz 12712 bir marta bundan общий olaman deb, и дальше вот 5000 olishim mumkin, 4000 olishim mumkin. To есть ko'ryapsizlar, уже kurs ko'tarilib ketayotganini. Ну, как бы menga o'zi birdaniga hisobimni to'ldirishim kerak, spot торговлida deylik masalan, qanaqangidir moneta o'zim uchun olib qo'yishim kerak, opять же P2P orqali to'ldirsam bo'ladi.
Вот, shunaqa narsa. Bu уже bitta birjani o'zi. Ikkinchisi bu межбиржевой торговля, то есть bitta birjadan masalan deylik mana 13449 mana ikkinchi birjaga kirsanglar, uni ikkinchi birjada hudud USD o'rniga so'm qabul qilinadi. So'mni olasizlar также. Так. O'zbekiston so'mini olasizlar deb ko'rib turgan bo'lsanglar, kurs 13229 Humo kartasiga, lekin men bundan ola olmaysizlar. Не отвечает требования. То есть har bitta birjada yana bitta narsani esdan chiqarmanglar, требования degan narsa bor. Gaz. Требования degan narsa bor. Требования bu verifikatsiyadan o'tish kerak, o'zining данныйlarini полный qo'shishi kerak. Bu обязательно безопасность ikki tomonga, ikki birjani o'ziga ham bu безопасность bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda 13310, 320, 379 u dальше ketyapti, lekin объем yo'q вообще. Ko'rib turgan bo'lsanglar, объем yo'q. 430 ko'rayotgan bo'lsanglar, объем yo'q. То есть normal hech kim sotib olotgani yo'q. Deylik mana birinchi birjaga kiradigan bo'lsak, birinchi stakandan tak birinchi stakanni o'zida masalan birinchi kirganlaringizdan mana shuni o'zidan 13260 sotyapti. 13260 dan olib kerak bo'lsa deylik mana bu premyer ikkinchi birjaga masalan qo'yib 320 dan 379 dan sotsalaringiz bo'ladi. Mana shuni o'zida ham pribul qilsa bo'ladi. Elida bu bozordan masalan prodat tugmasini bosib sotib olayotgan joylaringizda arzonroq сделка qo'yib, arzonroq kurs qo'yib, bu yerdan chiqarib ikkinchi birjaga sotsalaringiz bo'ladi. Общий aytganda xuddi shunaqa narsa. Bitta birjadan arzonroq olib ikkinchi birjaga sotish, elida bitta birjani o'zini ichidan arzonroq olib qimmatroqga sotish, не только O'zbekiston so'm valyutasida, bu har xil valyutada ishlasa bo'ladi. Так что hammasi oson, hammasi oddiy. Bu narsani o'rganib olsa, normalniy, to'g'ri qabul qilinsa, yaxshi komanda bo'lsa, zo'r biznes qilib qo'ysa bo'ladi. Bu ham bir biznes. Bu не просто так, как бы aytganda, как вам объяснить, то есть не просто так sizlar bugun kirdinglar-da, katta сделка oldinglar-da, masalan sizlar bayga sega qoldinglar-da, yo'q, unaqa narsa yo'q. To tipa pullaringiz yo'q bo'lib ketdi, hamma narsani yo'qotdinglar, qarzga kirib ketdinglar elida, masalan deylik, bir kunning o'zida boyib ketdinglar. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Buni o'zini ham pasti, balandi ko'p. Buni o'zini ichida ham hozirgi paytda aynan bugungi kunda mashinalik soni juda ham ko'p. Bu soha по-любому будущем уже развиваться qilib ketaveradi. Kamaymaydi, no, развиваться qilib ketaveradi. Так что o'sha narsani yodda tutinglar. Hammaga katta rahmat. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно like tugmasini bosinglar, kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar. Harakat qilaman kelgusi videolarda yana ko'proq sizlarga tushuntirib o'tishga. Также обязательно Telegramga va YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga katta rahmat. Hammaga yaxshi kayfiyat.